Hürmetli vatandaş, yukarıdaki şeylerini görüp öttünüz. Vaziyetini görüp öttünüz. Bugün endi kelivatkan vaziyetinin nimeden direkt berdiğanlığını hazır torbetlerinde muhakeme qilishga başladı. Şu qatarda bugün endi Johnsonji efendi mındaq bir film işlepti. Onun mavzusu mındaq. Amerika Beijing'e yüz xatir qilishning en ahırkı bir qavatini yırtıp taşladı. Çünkü Amerika Janubi dengizde terkishishga başladı. Terkishishning xarakteri allaqachon o'zgarib ketdi. Amerika Jungo Janubi dengizde terkishishga başladı. Terkishishning xarakteri allaqachon o'zgarib ketdi. 7 ayının 13. gün YouTube Johnsonji. Mesela bunun da misal şu filmnin mavzusu münasebetlik yaqinroq keladigan yana bir mavzu. Prezident Trump temir 3 burjak tashkilladi. O'yinning cho'ngini o'ynaydi. Jungo bilan do'ilg'i chiqish biron yetib keladi. Soda urushi amdi harbiy qarshilashga kirib keladi. Janubi Jungo dengizida harbiy to'qinish yuz bersa, g'alaba qilish nuqtasi qayerda bo'ladi? Janfengshika. Bu yil 5-oyda Janfengshika bu obzorchi mushundaq degan edi. Bugün endi bu obzorchining degani rost bo'ldi hisobda hozir Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jumhur Xalq Jamhuriyati hukumati Janubi dengizda bir nokta. Yani bir noktada elishdi. Janubi dengizda egilik huquq e'lon qilish, Janubi dengizning iqtisod rayonini kontrol qilib olish, tizginlash, nima 9 bilak, 30 bilak ayırıb olish ve bu rayonni mening territoriyam deb jakarlash, azaldan tortib Jungo territoriyasining bir qismi. Azaldan tortib Jungo territoriyasining deniz okean chegarasi debelish mushlağı nisbeten bugün 7 ayının 13. günü Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeo qanunsuz dediği e'lon qildi. Jungoning zamin talabi qanunsuz dediği buni rad qildi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo demak bir nokta. Janubi dengiz noktası Jungo uchun aytganda territoriya, lekin xalqaro jamiyat uchun Amerika boshchiligidagi xalqaro jamiyat uchun aytganda bu territoriya xalqaro jamiyatga mansub. Xalqaro jamiyatning qatnash yo'li, ya'ni sodi tijorat parxodlari, kemillarning qatnash yo'li. O'tganda vatandoshlar deganimizdek bir yilda bir oyda bu qatnash yo'lida 5 trilyon dollarlık sodi yo'li açıldı. Yani soda ticaret 101'di. Soda ticaret faaliyeti elip verildi. Muş zamanni Jungo özünün qilmoqchiydi. Bugün Jungo tomshqiydi. Bugün Jungo tomshqiydi. Uning kengaymichilik qilish siyosati Janubi dengizda to'sildi. Onun kengaymichilik qilish siyosati emas, Janubi Osiyo, Sharqi Janubi Osiyo davlatlariga selayotgan tahdidi popoza, cho'ng davlatchilik, cho'ng xanzuchilik, şovinizmlik siyosatining yo'li kesildi, yo'l to'saldi. Mana shundaq vaziyat tunigun 7 ayning 13 kuni o'ttirg'i chiqdi. Men bundan biri sizlarga tunigun so'zlaganimda leksiyanda yoki muhokama qilganda Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi apandining iltimos yozganligini. Nima deb iltimos yozdi? Masalan, alayli biz yarışib qalayli dedi Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati bilan. Biz Amerikaning o'rniga o'tadigan niyatimiz yo'q bizning, ya'ni Jungoning. Biz xalqaro jamiyat xiris e'lon qiladigan tartiblarga xiris e'lon qiladigan niyatimiz yo'q. Masalan, Jungoning
Bu yol hazır Tashqi ishlar ministrligi shu darajaga, shu yerga yetib kelgan bo'lsa, hozir Jungoning ichki qismida vaziyat o'zgarishi zada qandaq deb savol qo'yish hurmatli vatandoshim. Endi xalqaro vaziyat bunda o'zgardi. Jungoning qiyofati, ya'ni so'z ibora qiyofatida o'zini tutib olish, qo'yib o'tish taraflarida Amerika boshchiligidagi g'arb dunyosi qandoq muomala qiladi? Endi atidan boshlab siyosatning qandoq o'zgarishini ko'rib mangsiz hurmatli vatandosh. Masalan, Braziliyadagi 2 nafar elchi, Amerika Qo'shma Shtatlarining Braziliya to'shliq elchisi Chapman nima dedi? Irqiy qirg'inchilik. Uyg'uristonda elib berilayotgan qirg'inchilik, irqiy qirg'inchilik, kimlik yoki etnik qirg'inchilik. Braziliya turishliq bosh elchisi Portugal tilida yozib, to'rbetda buni qo'yib berdi. Enadagi yana nima dedi? Eg'ir jumla dedi vatandosh. Sukut turish yaxshi tanlash emas. Masalan, hozir Xitoy hukumati mustamlika Uyg'uristonda qirg'inchilik qilyapti. Etnik tozalash elib beryapti. Buningga qarab sukut turish, gapning ma'nosi shunday bo'ladi. Buningga qarab sukut turish yaxshi tanlash emas. Buningdan changishib ketgan Jungoning bosh elchisi nima dedi? Yolg'oni sapsata. Ey Jungoning bosh elchisi efendim, yolg'onchilik sizga yarashadi. Sapsata so'zlash sizga yarashadi. Amerika va g'arb dunyosidagi davlatlarga yarashmaydi. Chunki shuni bilib olingki, Amerikaning qonunlarida va g'arb dunyosi qonunlarida yolg'on so'zlashni cheklaydigan bir moddalar bor. Qonun bor. Sizda bo'lsa yolg'on so'zlashga chek yo'q. Qonun sizda o bir narsa. Qonunning sirtida ish bajarish, ish bajarish, ishni bir taraf qilish bu qonun bo'yicha emas, orqishik bilan yo'l berish bo'yicha ma'noda. Shunga Jungoda qonun bilan boshqarish degan bu quruq gap. Jamiyatning ziddiyatlari dal shundoq qonunsizlik parda orqasida yuz berdi. Jungoning Braziliya turishliq bosh elchisi. Biz bugun bosh elchi Chapmanning irqiy qirg'inchilik, etnik qirg'inchilik Uyg'uristonda, mustamlika Uyg'uristonda Xitoy hukumati yo'l qo'ygan siyosat dedi. Enenga bir jumla shundoq chiroyli jumla qo'shdiki, biz bu ahvolga yoki bu qirg'inchilikqa sukut qilib, qarab tura olmaymiz dedi. Vaziyat mushuga keldi. Wang Yi efendi, ministr Wang Yi efendi, sizga bir savol qo'yay. Bugun Janubiy Jungo dengiziga qo'ygan talablaringiz Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining davlat ishlar kotibi Mike Pompeoning bayonoti orqali inkor qilindi yoki rad qilindi. Sizning qonunni shubha keltirganingiz va qonun deb davron solganingiz qanday qonun ekanligi mana bu haqiqiy ma'nodagi soxta gap va yolg'onchilik bo'ldi. isbotlandi. Sababi bugun davlat ishlar kotibi Mike Pompeo inkor qildi. Endilikda ikki davlat Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Junxo Xalq Jamhuriyati Janubiy dengizdagi ahvol yoki vaziyat bundan keyin qanday o'zgardi? Endi men nima dedi Johnson efendi? Bugun Amerika Jungo ikki davlatning Janubiy dengizdagi tirkishining xarakteri o'zgarib ketdi. Men buni eg'ir gap dedim vatandoshlar. Tirkishish, dialoglashish, sen kelding, men ketdim, harbiy man ver va yoki razvet qilish, razvet aeroplanlarini avatish, bu bir tartib. Xalqaro jamiyatda davlatlar aro bir tartib. Endi masalaning o'ziga kelganda, masalan, Janubiy Jungo dengizi kimning deganda bugungi bayonot 13-kuni e'lon qilingan bayonotdan Johnson efendi nima xulosa chiqadi? Xarakter o'zgarib ketdi. Ya'ni tirkishning xarakteri o'zgarib ketdi, surkirishning xarakteri o'zgarib ketdi, dialoglashning xarakteri o'zgarib ketdi. Buni ochiqlab aytganda nima deymiz vatandosh? Suhbat va dialog hozir urush holati kirib qolgandek bir vaziyat shakllandi.
Yani Janubi Jungu denizi senin zeminin emas. Biz kengaymeçilikka qarshi turibmiz. Vassalam.